Ko'rib turganinglar Kawasaki VN 2000 mototsikli. Buni o'zim haydayman, safarlarga boraman, aylanaman. Juda bahaybat razmerda. Bakini razmerini qaranglar. Mana tezlanishi 240 km/soatgacha. Jihozlanishi V simon, bu yoqdan yaxshiroq ko'rinadi. V obrazning 2053 kubik. Juda tez. Orqa tormozini barabani ikkita porshonli, oldida ikkita porshonlidan ikkita, ya'ni 4 ta porshon. Mana orqa qismlari passajir uchun suyandiq. Mana privodi remень, kattaligini qaranglar, 5 cm atrofida. Bu mototsikl o'zini paytida serialniy chiqqanlarning ichida eng katta litrajli mototsikl bo'lgan. Hozir bunga sopernik bo'lib Triumph Rocket 3 GT degan mototsikl chiqqan. Mana mototsikl holati Yava oldida bolacha bo'lib qoladi. Mana